bo'lsa sudga chiqqan bo'lsa u chiqarmaydi. Bu o'zimda ham bo'ldi. 7-mart kuni ketishim kerak edi, Buxoroga uchishim kerak edi. O'zim tamoyil kontroldan qaytib chiqdim. Juda xos bor. Postda hozircha biz kelishimizda hech kim bo'lmadi, ko'rmadik. Endi neday bu dokumenti yo'q. Akalarimiz mana shu idishga sig'madi, mana. Turmir mana. Turmir bo'l shtraf qildi. Ko'rsangiz turmir bo'l shtraf qildilar. Shongaplar. Rushni kreditlarni ko'payib ketganiga ish tarafida 4,5 mingdan 4 ming o'tganda deyarlar mana champasga chiqqan uchun to'g'ri. Chiqqanda taraflarni manda shunga oldiradi. Boshqa banklardan kredit bo'lsa sudga chiqqan bo'lsa u chiqarmaydi. Bu o'zimda ham bo'ldi. 7-mart kuni ketishim kerak edi, Buxoroga uchishim kerak edi. Assalomu alaykum bek asangiz do'stlar, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar, tanajoyinlasom. Bugun ko'rib turganlaringizdek, Zhukovskiy aeroportdamiz. Ko'pchilik so'radi, Domodedovo aeroportiga bordilar, Sheremetyevo aeroportiga bordilar, Vnukovoga 2-3 kunda bir boramiz. Bir Zhukovskiyni ham bir video qilib, ichki holatlarni, kelishlarni bir ko'rsatib beringlar degan aziz musofirlar uchun bugun Zhukovskiy aeroportiga keldik. Zhukovskiy aeroportdan yo'lda pasport kelishdi, bir qator tushuntirib o'taman. Katilnikidan chiqib 441 avtobusga minib kelsangizlar, mana shu yerga parkovka kirish yo'qligigacha keltirib qo'yadi. Bemalol kiryapsizlar. Yo'lda pasport. Postda hozircha biz kelishimizda hech kim bo'lmadi, ko'rmadik. Endi neday bu dokumenti yo'q. Akalaringizni tashlab qo'yasizlar. Iloji boricha avtobusga kelishga harakat qilinglar. Nimaga? Yo'ldan bezdagi akalar ushlasa, Adel yaqin, Adelga olib ketishi ko'proq. Shuning uchun Yandexda ham Yandex va sariq yozuv bor. Yandexlarda kelishga harakat qilmanglar. Iloji boricha mana Drive degan programma orqali oq mashinaga kelishdi yo tanishlar bo'lsa, tanishlaringiz keltirib qolishlaringizni so'rab qolaman. Ikkinchi variant krediti bor akalarimiz uchun kreditda Zolotoy Korona yo boshqa banklardan krediti bo'lsa, sudga chiqqan bo'lsa u chiqarmaydi. Bu o'zimda ham bo'ldi. 7-mart kuni ketishim kerak edi, Buxoroga uchishim kerak edi. O'zim tamoyil kontroldan qaytib chiqdim. Tamoyil kontroldan qaytib chiqdim. O'zi 15 ming rubl qarzim bor edi, Baybol kompaniyasida olgandim. O'zimni qaytarib yubordi. Shunga ogoh bo'lamiz, sudga chiqqanmi yo'qmi tekshirib berish xizmatlarimiz bor. Bizni kuzatishga davom etinglar. Endi bu yo'g'i Zhukovskiy aeroportining ichiga bo'ladi ma'lumotlar. Qani ketdik. Ko'pchilik so'raydi, qayerdan borsa bo'ladi deb Zhukovskiy aeroportiga. Zhukovskiy aeroportdan Katennikidan chiqqanlardan o'zi 441 avtobus bor. Şimdi og'zigacha, mana bu yergacha keltirib tashlagan Sarozdanich. Shu yerga to'xtaydi. Mana Zhukovskiyning og'zi. Ko'rib turganlaringiz, mana shu yerga kirib ketaverasizlar. Hozir ichkari holatlarni ham bir qator ko'rsataman. Shu yerda to'xtaydi. Azizlar, ko'rib turganlaringiz, Zhukovskiyning ichki holati, bu kichkina aeroport, вообще kichkina. 14 stoykasi bor ekan. Hozir Dushanbega registratsiya Dushanbega ketayotgan aziz musofirlarimizdan muloqot bo'lyapti. Nima edi? Registratsiyasi bo'lyapti. Ko'rib turganlaringiz, вообще kichkina ichki holat. Kirib kelishda ham tog'alar yo'q, umuman tog'alar yo'q, kirib keldik, hech kim yo'q. Bezdagimlar uchun qulay. Lekin bu Ural Airlines bir sababi bor. Bu mana bu rushniklarni bu soldira oladi. 500 gram ko'p bo'lsa ham 3,5 ming 4 ming rubl ishtiroklardi. Ko'rib turganlaringiz, mana akalarimiz o'tyapti. Dushanbeda reysni registratsiyasi ketyapti. Ko'rib turganlaringizdek 10 kilodan 15 kilogacha yozib qo'ying. 10 kilodan bir 500 gram ko'p ketsa ham mana bunga ishtirok bo'ladi. Iloji boricha sizlarga maslahatim, bezakingiz bo'lmasangizlar, agar qo'llangancha O'zbekiston havo yo'llariga ketganlaringiz qulay. O'zi 2.15 1.30 bo'ladi. Bu вообще ish taraflar ko'p bo'lyapti, hozir ko'ramiz. Ish taraf yegan akalarimiz bo'lsa, bir qator videosini ham qo'yib ketishi mumkin. Mana shu idishga sig'madi, mana. Turmir bo'l mana. Turmir bo'l shtraf qildi. Ko'rsangiz turmir bo'l shtraf qildilar. Shongaplar. O'tganda deyarlar mana champasga chiqqan uchun to'g'ri. Ko'pchilik ish taraflarni manda shunga oldiradi. Aziz musofirlar, Zhukovskiyda kelib informatsiyalarni oldik, qo'llangancha. Yana bir bor aytib o'taman, 441 yonida turibmiz. Metro yonigacha keltirib tashlaydi. Aeroport yonigacha adashib ketdingizmi? Shu yergacha keltirib tashlaydi, kirib ketasizlar. Iloji boricha avtobusga kirishga harakat qilinglar. Ichki holatga gapiradigan bo'lsak, ichki holatga ko'pincha bukvasiga
bilet buklasi и ruchnoy kreditlarni ko'payib ketganiga shtraf uryapti 4000, 3,5 mingdan 4000 rublgacha shtraf uryapti. O'zbekistondan kelishi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan keladigan bo'lsa, bitta pasport kontrol ishlayapti. Soat 6:00 ga qo'yilgan samolyot hali odamlar chiqmagan. 1,5 soat, 2 soat bo'ldi, hali kutib o'tirishibdi. Buni kuzatishga davom etinglar. Bundan nazar ma'lumotlarni chiqarishga harakat qilamiz. Like va podpiska bosishni unutmanglar. Qani